Maslahatlashaylik. Keling, bir maslahatlashaylik. Siz bilan Sevinch Oy Zafar qizi. Shuni unutmangki, er-xotin bir-biriga muhtojdir. Bu holni Janobi Haq Baqara surasining 187-oyatida shunday bayon etadi. Ular sizlarning libosingiz, sizlar ular uchun libossiz. Ya'ni er-xotin bir-biriga libosga muhtoj bo'lgani kabi muhtojdirlar. Bir lahza kiyimsiz, libossiz qolishingizni o'ylang. Nima qilasiz? Qay holga tushasiz? Libos insonni qanday saqlasa, erkak xotinni, xotin esa erkakni shunday saqlab, asrab turadi. Inson uylanib, zino va gunohlardan saqlanadi, ibodatlardan rohat oladi, do'st va qarindoshlari orasida qadr va qiymati ortadi. Oilali kishi bo'ydoqlar bilan suhbat qurishni uncha xushlamay ham qoladi. Turmushda xotinning erga, erning xotinga foydasi cheksizdir. Agar er-xotin turmushda chiqisha olmay, ajrashadigan va yana bo'ydoq qoladigan bo'lsalar, xuddi kiyimlarini yechib, sovuqdan dir-dir titrayotgan odamga o'xshaydilar. Shuningdek, ajralish jamiyatda ham katta noxushlik tug'diradi. Hazrati Oysha onamizdan so'radilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda nima bilan mashg'ul bo'lardilar? Oysha onamiz javob berdilar. Sizlar singari u yoq bu yoqni tartibga solar, ul-bul xarid qilar, uydagilarga og'ir ishlarda yordam berar, hatto go'sht to'g'rar, xizmatkorning yumushlarini ham bajarib ketaverar edilar. Erkakning xotini ustida haqqi bo'lgani kabi, xotinning ham eri zimmasida haqqi bor. Birinchi navbatda xotiningga xushmuomala bo'lishdir. Bir hadisi sharifda xotinlarning haqqiga tajovuz qilmaganlar. Ular har bir ishda sizga yordamchidir. Ularni Allohning amri bilan oldingiz. Alloh ularni sizga halol etdi deyilgan. Bunday chiroyli fikrlarni Musulmon erning ayoli oldidagi vazifalari kitobidan oldim.